Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldingi romlarimizni so'novkalarini tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Tumor degan qishlog'iga o'rnatib berdik. Tumor qishlog'iga o'rnatib berdik. Bu verandamizning uzunligi jami 12 metr, bo'ylari 2,95. Ishlarni qisqacha yaqindan tanishtirib o'taman. Bu ishimizni Akfa'ni originaldan Zolotoy dupidan tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Pastlari mana alkafonlar bilan yopildi. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Romlarimizga keladigan bo'lsak, romlarda har bitta oraliqlardan bittadan ochilishlari bor. Eshiklari balkon profil, o'rtasiga shatlangan gullarni to'qib qo'yib berdik. Qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Ishimiz choylariga keladigan bo'lsak, mana choylari ham go'zal holatda. Ustunlari har doimgidek alkafonlar bilan bezak holatda o'raldi. Ustunning oldi profillari ham o'rta baquvvat profillardan. Zamovlari har doimgidek original turetskiy zamovlar. Ochilib yopilishi ligirovkalari xudo xolasa go'zal holatda. Shatlangan gullari ham mana doimgidek chiroyli katta gullardan qo'yib berdik. Bu uyimizning ichki holati. Qadrli kuzatuvchilar, ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham go'zal holatda keldi. Zazovlari ham mana razmerlariga juda chiroyli keldi. Osha-moshalari mana betlari Akfa'ning o'zining originaldan eshiklariga mana 4 tadan qo'yilgan. Romlarga ochilishlari keladigan bo'lsak, har bitta oraliqdan bittadan ochilishlar. Ruchkalari doimgidek turetskiy ruchkalar. Hamma yo'g'i go'zal. Mana buni ham zazovlari juda ham chiroyli keldi ular ham. Navbatdagi ochilishlari xudo xolasa hamma yo'g'i yengil holatda. Qadrli kuzatuvchilar, ishimizga o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Bu Akfa'ni original materialidan Zolotoy dupidan olib kelib qo'yib berdik. Oynalari bir qavat. Yodiviy oynadan foydalandi. Shatlankalari oynasi 2 qavat. Ichiga mana shatlangan gullari qo'yildi. Bu ishimizning narxlariga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilar, bu ishimizning narxi общий narxi 22.500.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa ishimizga ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Mana liniyalari ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal holatda. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'linglar. Like, podpiskalar yemaysizlar degan umiddamiz. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.